Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Bugungi suhbatimizga xush keldinglar. Bugun biz Xitoy-Isroiliya munosabatlarini muhokama qilamiz. Bu programmada Xitoy-Isroiliya munosabatlari qachon o'rnatilgan, hozirgacha qaysi bosqichlarni besib o'tdi va navbatdagi ahvoli qanday. Ondan keyin bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatdan keyin Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'siri nima? İsrailiyanınki Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasi qandaq? Xitoyninki Falastin siyosati Isroiliya bilan bo'lgan munosabatiga qandaq ta'sirlarni ko'rsatdi degan temalarni atrofliq muzokara qilamiz. Bugungi taklif qilgan mehmonim doktor Olimjon Ablat. Olimjon xalqaro munosabatlar doktori, Xitoy-Isroiliya munosabatlari haqida doktor magistrlik maqolasi yazgan. Bu maqola keyin kitob qilib nashr qilindi. Demak, Olimjon Xitoy-Isroiliya munosabatlariga nisbatan bir mutaxassis. Olimjon, xush keldinglar. Hoş bulduk. Undaq bo'lsa, Olimjon, biz oldi bilan Xitoy-Isroiliya munosabatlarininki o'rnatilish vaqtidan boshlaylik. Bu ikki davlat qachondan boshlab bir-birini tunudi? Qachondan boshlab diplomatik aloqa o'rnatdi? Shu yerdan boshlab ketsak. Daha olsa başlayalım. Aldı bilen görürmen dostlarınki şu vakti hayırlı olsun. Hem de özümüzün şu temisiga kelsek, Jungo-Isroiliya diplomatik münasebeti 1992 yılı 1 ayının 24 günü kurulgan, yani 1992 yılı resmi ilişkilerini kurgan iki devlet. Yani aralıkta İsrailiya 48 yıl devlet kurgan bolsa, Jungo 49 yıl kurulgan bolsa, yani tam 40 yıl. 43 yıl etrafında bu iki devlet ilişki münasebet kurmagan, kuranmagan yoki. Kurmagan deymiz mi, ne desek. Şimdi ikilisi en dastlapta bo'lmasa bir-birlarini tunigan bir devletler, ama resmi münasebeti 1992 yıl kurulgan. Bu ikki davlatninki bir-birini tunushininki bu qadar kechikishidagi sabab nima? Şu mesele nayet mühim, megizlik mesele hesaplandı. Nemiş ki bu kadar 43 yıl nemiş geçik gitti. Hem de İsrail'e devlet kurulup 49. yıl 3. ayda Kuomintang hükümeti Junha Mingo Jangjeshininki bu İsrail'e devletin tunuydu tuncu ne bulup İsrail'e. İsrail'e mi bu Kuomintang iqtidarga kelgandan keyin Junha Xalq Cumhuriyetini Jungoni tunuydu. İşinin kızgarlık yeri, manda bir kızgarlık yeri var. Şu vaqtlarda bütün Arap devletleri, Saudi Arabistan başçılığında Jungo karşı ultimatum taşırdı. Yani bütün Araplarını, Arap dünyasını Jungo'ya karşı düşmanlık kılışıp çağırdı Saudi Arabistan devleti. Yani Jungo'ni bir nima alvasti deb qaraydi. Ama Sebebi varlıkta bu İsrailiya bilen Jungo tunji qitim resmi diplomatik uçuruşlarını 1950 yılı 6. ayda Moskvada uçuruşdu bu iki devletin vekilleri. Onun için hemimiz bilmiz bu Çavuşen uruşu yüz berdi. Amerika Çavuşen uruşu yüz bergenden keyin İsrailiya Amerika bilen bir taraf, Jungo Çavuşen bir taraf bo'lgandan keyin bu ikisininki munosabatida azroq yer ilishishga boshlaydi ikki davlat, chunki ikkalasi ikki taraf bo'lib qolgandan. Ondan keyin sizlarmi bilsizlar, bu noyatda dunyoga dangliq bir harakat bor, siyosiy harakat. Hindistonning zonglisi Nehru, Yugoslaviyaning zonglisi Tito. Ondan keyin Misrninki
Zongtung'e Nasir Nasser. bu üçünün başlatkan hareketi var. İttifaksızlık hareketi deydigan. İttifaksızlar hareketi Bakız dep koydu. meslek hareketi. He. Endi bu hareketninki karakteri mahiyetten qarsanlar bu üç lider biraz sol. Yani solçist komünist mayl ama Sovet İttifakı bilen mayl tuzuşunu rad qilgan bir liderler. He. Asaslıqı Amerika bilen Sovet oturusidagi raqobatning sirtida turma deganlar go bular. Tarafsizlik e'lon qilgan yani. Şuna ular özlerini Afrika devletlerine başçılık kılıp özlerini 3. Dünya elleri dep atagan bular. Jungo bunu ko'rgandan keyin o'ziga bir fursat deb bildi. Va bu yerda hammalarga ma'lum bo'lgan tinchlikda bilib turishning 5 asosiy prinsipi o'tirib qo'ygan bo'ldi. Amaliyotda bu 5 prinsipni undan burun Nehru degan ekan. To'g'ri. Benim bilishimcha bu Nehru o'tirib qo'ygan, keyin Xitoylar ko'chirib ishlatdi buni. Bu qandaq Jungoning o'ziga ijod qilgan emas. Olam bu Nehruning bu nimesini o'ziga muvofiq deb qarab, olam 1953-yildagi Bangkok yig'inida Vallon konferansini deb qo'ydi. O Bangkok yig'inida ular shu shuarni to'g'lab, u yerdagi 3. Dünya davlatlarininki qiziqishini qo'lga keltirgan va shu yerdagi arab davlatlari va boshqa Afrika davlatlari bilan ayrim ko'rishib, ularninki qo'llashini erishib qo'lga keltirdi. Dal mana shu vaqtlarda İsrailiya birisler 1948 devlet kurup ayaktan Mısır, Iordaniya, Suriye 3 devlet hücum qilgan İsrailiyaga. Keyin bu urushda Arab devletleri üstünlük dedi, keyin Amerika sizlar bir hafta vaqt shu suhbat ustida suhbatlashinglar vaqt deb bergan bo'ldi. Shu 7 kunlik vaqtida bu İsrailiya baylari pul chiqarib 7 yoshdan 70 yoshgacha deb qo'yamiz endi xalq tilimizda. Asosan askarlik tizim 7 kun ichida ilg'or qurollar bilan qurollangan yangi bir milliy armiya o'ttirg'i chiqadi İsrailiya. Chunki aran qo'l kelgan davlatni saqlab qolmasa olmaydi deb. Bu 7 kundan keyin bu suhbat muvaffaqiyat qozonam, ya'ni suhbat davomlashmadi. Aslida üstünlük bo'lgan arab davlati bu qatimda 7 kunlik suhbatdan keyin urushni mag'lub qildi. Qancha yillik gap shu? 48-yildagi gap. İsrailiya davlat e'lon qildi, ertasiga 3 davlat hujum qildi. Ha, birinchi qatimliq Falastin İsrailiya urushi, Arab İsrailiya urushi. O'rta Sharq urushi deb qo'yamiz. Endi bu urushda Falastin ayni vaqtdagi shu an hozir Falastin to'prog'ining %80'i Falastinning qo'lida. Ya'ni İsrailiya bergan zamin unchalik cho'ng emasdi aslida. Falastinni davlatni qo'ringlar deb bersa, bular Arab davlatlarininki kuch ko'rsatishi bilan bular davlatni qurg'ul unmaydi. O chaqda Falastin xalqida o'z davlat qurg'udak nima yo'q-ku? Asosan Arab davlatlarimi igi buluvaqliq u yerga. Ammo tashlab boshda igi buluvib keyin tashlayapti ularni. Ammo Angliyaninki bo'lib idora qilish plani bo'yicha shu Arab bergan. Chunki inglizlar so'z yuribdi ekan. Arabligimi so'z bergan. Nima bilan bu İslamiyat davlat quringlar desa, bular unmay, butun zamin bizniki bo'ldi, bizning zaminimiz deb. Ular bu yerda Arab davlatlarimi kuch ko'rsatib buni. Sizlar bermanglarmi nelang deb. Ular oxirida shu tashlatganmi, ko'rdik buni tartib o'tirishning ochiq bu yerda, chunki men Arab mutaxassis emas. Endi undan keyin bu Xitoy astasida, Jungo astasida nimaga keldi endi bu Misr bilan yaqinlashishga boshladi. Chunki Misrning milqi Nasr biroz kommunist ideyasi bor odam. Ular bilan bundaq faqat tijoratda bu degandek narsalarni boshladi. Ular arablarga astasida yaqinlashishga boshlab, o'ltirgan vaqtda
1856 yıl 53 yıl nemi tügüde. Bizler Çavuşan uruşı ahırlaştı. Ha. Çavuşan uruşı ahırlaştı. Cungo deydi, biz galba kıldık deydi. Amerika biz galba kıldık deydi. Ama karşılığı 38'de başlandı, 38'de tügüde. Yani Hech kim karşılığı almagan bermegen boldu mundakça aytkanda. Ammagan bermeyen boldu şu başlanğan yerde tügüde. 56 yılı keçe hem iki devletler bu yerde görüşüp tutuyor bu Cungo İsrail'in vekilleri. Ama hatta bir mektup yollayırken mektupta Cungo'nunki arxivden bir yerden okup kaldım ben. İki devlet bir devlet geldi resmi diplomatik münasebet kurduk şeklinde bir mektup yollandı. Mısır Ama bilen bu Mısır bilen yok Xitay otursa mı? Cungo ile İsrail'e otursa. Xitay bilen İsrail'e otursa da. Ne olan bu ya biz resmi hem de münasebet kurduğu şeyimiz de hep tuğa vakitte 56. yılı İsrail'e, Fransa'ya, İngiliz'e, Mısır'ın Süveyş kanalı hücum kıldı. Süveyş kanalı hücum kılıp ikinci katımlık Otur Şark Orşu'na kozgaydı. Doğru. Bu şundan bilen bu Cungo İsrail'e bu ninki yeni bir katım yerleştirip koydu. Uzaklığına koydu. Neymiş ki sanlı çünkü Cungo o zamanlarda toktamay. Cahangirlik karıştırmaz, imperializmi karıştırmaz hep şuartı olup iya vaxtları o. Bu manaqqa Nasr'ningki, Tito'ning, Nehru'ning Cahangirlik imperializm karıştırmaz degan so'zlar bilan tushida maskildi. Ama bu vaqtda İsrail bilan munosabat o'tirga chiqib qolsa, bu üç devlet bilen bağlan, yani üçün dünya devletlerindeki özünki nemisiga, nüfuzuga, imajıga, ta'siriga, obraziga ta'sir yetkizdi hem de. Bunu bilgenden keyin 56'dan keyin bular görüşünü tüptün kesidi Cungo. İsrail bilen görüşünü yani İsrail istekli ama görüşsek ama Cungo kesidi kesken keyin tam şu 76. yılgacha Cungo İsrail arasında benim görüşde yani bilingen yoki bakıptı degan görüşlerniki bombaganligini balkim keyin maxfiy arxivlar chiqsa onu o'qimayman ama Uçuk diyalog yok değil. yo'q yoki boshqa uchinchi davlatdan ko'rishyapti-ku, birinchi uchinchi davlatda ko'rishib qiladi. Masalan, bayon dedim ya Moskvada, Vyetnamda degandek. Ama 56 yıldan keyin boshlab bu chotla kesdi. Kesib Cungo 56 yılı Mısır bilan diplomatik munosabat kurdu. Resmi diplomatik munosabat. Mısır bilan diplomatik munosabat qurish ham Cungoning Arab dunyosiga o'ngishli qadam bosishga negizlik boshqacha bo'lib qoldi hamda. Bular asta voy bizmi ezilgan millat, bizmi sizlarning yaningizda bu deb yurib Arablar bilan asta Afrika davlatlari bilan asta yaqinlashib diplomatik munosabat qurishga boshlagan davlatlarning soni ko'payishga boshlaydi. Ko'payishga boshlab, shuning bilan Jungo qarasa bu O'rta Sharqningki anagan yarısı Palestin. Shuning bilan voy biz Cahangirlik qarshi turadigan davlat biz. Bizmi Cahangirlarniki zulmga uchragan xalq, bizmi sening yaningda deb shuning bilan Falastin bilan yaqinlashib Falastinning haqqoniy da'vosini qo'llaymiz deb. Falastinning haqqoniy da'vosini qo'llaymiz deb Falastinga 1965-yilda Beijingda bosh elchixona, ya'ni bosh elchixona demaydilar, elchixona xarakterida bir ishxona ichib turdi qarang. 1965. 1965-yili. Bu degan gap bir elchixona ochdi degan gap. Siz Falastin davlatini rasmiy tanidingiz degan gap. To'g'ri. Endi bular Falastin elchixona nimasidagi bir ishxona ichib turdi juma. Bu yerda men ba'zi yani hatta shuni qilmasin ko'rarmanlar.
Diplomatik işgala değil. Hazır mı He, Kürtlerinki mesela Suriye'deki Kürtlerinki Moskova'da iş Washington'da örneği açtığına okşaş. elçixana üstü binas içpegenikim bu Arap dünyasida nayt kızgın alkışga erişigilik, alkışga erişido. Alkışga erişip şunun bilen bu Jungo'nunki Arap dünyasidagi obrazi nayt ilqi burunqi ilqi Saudi Arabistanның çaqırqıga vaqtiki o nemisli özgürep Arap dünyasınınki. Aslında Jungo bilen diplomatına jut kuruşqa başlaydı ular. Onun bilen 1972 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 26. genel umumi yığınığı kelgen vaqtda. O vaqtda bilsizler dünyada iki Jungo var. Ama Birleşken Devletler Teşkilatı'da Tayvan bu Xavfsizlik Kengişidagi 5 muhim çoğun devletning birisi bu Tayvan. Doğru. Jonghwa Mingo vakalten BDT'de Tayvan battı ama Jonghwa Mingo'ga vakalten bir kim yoktu. O vaqtda Jonghwa Mingo degan bir devletni yo'qdi Birleşken Devletler Teşkilatı'da. Tanımagan. Tanımagan. Onun bilen bu 72 yılı ise Mao 26. umumiy yig'inda şu uşak düşük devletlerninki kol götürüşü bilen umumiy sanninki ilqi yuqori bo'lish bilan Tayvan qo'g'lab chiqarilib, Jungo Tayvanning o'rnini oldi yana. Ammo yerdagi ham bir muhim masala bunda qo'y. Endi boshqa g'arb davlatlarda eng ilqi sal qiyinroq gap ishlatib degandim neyse men sat gapni yoqtirib ketmayman. Sal Lavzi davlatdan birisi Angliya. Bu 1950-yili Jungo bilan diplomatik munosabat qurgan davlat. 50 yoki 51 yilisi. Engliya Yani mı? bütün yıllık garip kaçta. Bütün garip dünyası yıllık Jungo'nu özgür düşman dep qargaqta Angliya garip bilen Angliya Jungo bilen diplomatik munosabat qurgan. Şuna İngilizlarni qu deymiz emas mi? Qu İngilizlarni. Ama bu onda özümüzden gibi kelsek bu 72'den keyin Jungo diplomatik Birleşken Devletler Teşkilatı'da 5 çoğun devletin birisi olgandan keyin bu 3. Ekraq kılıqı 3. dünya devletlerinin gipini qilishga başladı endi. He. Özü 5 çoğun devletinin birisi nimiz bo'yicha hammalarga ma'lum iliqi bayan degandek hech kimning ishga ishlariga aralashmaymiz. Tinchlikda birga yashaymiz degan prinsip o'zining ana prinsip diplomatik ana prinsip qilib olgan ekan. Bu Mao O'rta Sharqdagi monarxik davlatlarningki o'sh iliqi yoqtirishiga erishdi. Padişahlık tüzümdeki mustabid devletlarniki yoqtirishiga erishdi. Bunun bilan bu tezla iliqi Arab dünyasida o'ziniki imajini yuqori ko'targan bo'ldi. Endi o'zimizning temasiga kelsak, bu Jungo Israeliya shundan bilan 76'da Mavzudun ulaktidi. Endi men yana bir muhim amalda men deb qo'yay. 66'dan 76gacha. Amaliyotda shu 58-59 ni boshlasak mı bo'ldi. Başta bir 20 yillik bir açıcılık devri deymiz. Çoğun sekrep ilgirleş deymiz. Anın kim medeniyet sorun kılağı deymiz diyen başta bir kalayımkan devrini baştan keçiyor deyende. Jungo. Bu devrinin ortak özellikini mi olsanlar, hemisi baştan ahını mı olsanlar, cihangirlik karıştırış, emperyalist karıştırış, anın için kapitalistler karıştırış deydi. Bu 76'da davamlaşkandan keyin 76'dan 78 Mavzudun ölgenden keyin endi 2 yıllık bir ötküzünçü bir basqıç var Xagofanın vaqtida. Bilsizler bunu. Bu 2 yıllık basqıçtan keyin Deng Xiaopingni qo'llagan askarlarning qo'llashi bilan Ye Jianyingning qo'llashi bilan Deng Xiaoping hamda
qo'rqni olgan bo'ldi. Emniyetde davlat reisi Yang Shankun yoki boshqa deganlar. Bu Deng Xiaoping emas. Xiaoping Bu vaqt boqmadi. bu vaqtda va islohot ishini yetish, biz g'arbning kuchidan foydalanib o'zimizni taraqqiy qildirishimiz kerak degandan keyin bularni ko'z tutish orqali o'ziga eng yaqin turgan eng istakli davlat qaysi desanglar Isroil. Isroilni ko'rdida, chunki Isroilniki u vaqtlarda 200 nechaga yaqin qurol yarog shirkati zavodi bor ekanda 1770 nechalarda. Bular qaysi bir davlatdagi Germandami, nerede bir davlatdagi qurol yarog ekskursiyasiga bordi. Borganda ular aşağıda ikki davlatniki munosabatli shaxslar aşağıda paranglashib ko'rishdi hamda. Görüşüp İsrail'e ait kızgınlık bilen bazı qurol texnikalarini bularga ko'ksitdi o yerda. Tunishtirdi ham. Maqsad setish qo'yadi narsa. Shuning bilan o'ylab, shundan keyin bular qayta boshdan yana bir ko'rishni boshlaydi. Ko'rishga boshlab nima qildi? Demek Arab dünyası bilen bo'lgan Xitoyninki munosabati ma'lum saviyaga kelib bo'lgandan keyin Xitoy Yevropa davlatlari bilan Amerika bilan yiqilishga asosan yuzlangandan keyin strategik o'tish bosqichida oldi bilan Isroiliya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni o'ylaydi. Chunki asosan shu bir necha davlatlar qoldi ham O'rta Sharqdan Jungo bilan munosabat qurmagan. Ularning munosabat qurishi vaqt masalasidanlar. Shuning bilan o'ltirib bu 89'daki nem vakasını bilsizler. Tiananmen vakası. O'quvchilar vakası. 6. ayının 4. günü Tiananmen vakası da bütün asas delik garip devletleri tavrap getirdi. Ya tavrap hem de Jungo'ga nemo ambargo yürüzdü. Ambargo yürüzdü ama 91 geçti. Ama İsrail'in kar yok onun olan. Şuna bu hem de Jungo için ait çok bir fırsat. Jungo için yaxshi fırsat. Sonra Jungo bu fırsatdan tutup ular ko'rishlarga qilib astas munosabat qurish boshlab 1992 yili rasmiy munosabat qurdi. Shunga hamda mana shu nimiz kechikib ketgan mashina yig'in chaqlasak, ish bosqichini besib o'tdi. Jungo Isroiliya munosabatni qurilishdan burun bir dastlabki yaqinlashish, keyin uzilib qolish, ya'ni so'q ayilib ketish, ondan keyin tekrardan yiqilishib, rasmiy munosabat qurish. Qarsanglar xuddiylikka yangi to'ygan xotinlarninki 5 yil o'tgan ishlar o'xshab qolgan bir hikoya bu. Dastlabki qilib yana qayta yaqinlashgan. Keyin ananikin bo'lmaydi ekan deyishib, oxirida voy bo'ldi ekan deb shunga o'xshash bir ish deb. Demak endi Xitoyning Isroiliyadan yiroq turishini arablarning ko'nglini olish uchun Isroiliyada yiroq turgan deyishga bo'ldi, shundaqmi? Ashuna desakmi bo'ldi. Endi chunki o'zini bir davlatning qo'llashi muhimmi yoki butun dunyo allarining qo'llashini erishi muhim. Lekin Isroiliya bilan yaqinlashishi ikki qutbli dunyoninki asosan oxirlashiga yoki raqobatninki yengillashishiga qarab yuzlangan 1980'lar kelganda Xitoy G'arb bilan munosabatni yaxshilashni qaror qildi. Isroiliyani buning uchun eng yaxshi boshlanish nuqtasi qildi deyishga bo'ldi. Shundaqmi? Boshlanish nuqtasi desak hatırlamış kalmış, çünkü Jungo bilan Amerika 78'de 79'da resmi diplomatik munosabat qurgan, 72'de Nixon mu nimti ya. O Amerika bağlan avvalgi Kuba krizi var 69'daki. Ama Tiananmen vakasından keyingi embargoda İsrail'e yaxshi bir embargoni teshib hamda yaxshi bir nomzod bo'lgan. Embargoni teshib chunki orada ba'zi xabarlarni ko'rgan ismda men vatanda vaqtda Isroiliya Amerikaniki Yevropaniki Xitoyga
setiş çeklengen texnikalarini Xitoyga o'tkazib berganlik bilan ayıplangan ahvollar borchu. Endi keyinki balkim keyin so'raydigan savolinglarda deyishimiz desak yaxshi bo'ldi buni. Bu o chunki bu naytda Jungo hozir ko'ch xabarlarda yoki voy ba'zan Refaning ba'zi mutaxassislarida bunday Jungo Isroiliyani naqvatdi Isroiliya bundan keyin Jungoni naqamaydi rad qilib degandek gaplar bo'luluq. Ammo u asossiz gaplar deb qarayman. Bilamiz. Hozirgi Xitoy-Isroiliya munosabatining kechikishidagi sabablarni asosligi Xitoyninki Arab davlati bilan Arab dunyosiga bo'lgan siyosatining taqozosidadir. Undan keyin yarashishini Xitoyninki so'q munosabat davridagi ikki qutblik siyosatdan chiqib G'arb bilan yaxshilanishga boshlagandan keyin asta-asta aminlashgan bir cho'ng bir jarayonniki davom etadi. Undaqda Xitoy-Isroiliya munosabati o'rnatilgandan buyon, ya'ni 1991dan buyon ikki tarafning taraqqiyoti qanday bo'ldi? Bu 92dan hozirgacha bu ikki davlat ona bir o'qishday sizga bir o'qish qilay. Bu suvga zarblab ketgan inson etizlikka su yo'q bundoq. Bilan bir yağmurni yig'ib to'g'anni bir quyvasanlar suv gururti keldi ya. Ashuningdek bir naytda shiddatli desak bo'ladi. Naytda tiz bir harakat bo'lgan. Chunki ikki davlat munosabat boshlagandan tortib Isroiliyaniki hemen bütün devlet rehberleri Jungo'ga kelgan. Kappaktı yani. Ziyaret kibade. Jungo'nun yukarısı şu Halk Kurultayı'nınki reisi geçe badi hem de. Ben yazımının bağını bilime Xitoyninki kere rehberlerinden. Bağın hem de. Yukarı derdik kadırlı. Bunlar ikisininki nayette tüz ne kıgan. Ama bu ikki davlat munosabatini qurgandan boshlab siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, askariy jihatdan, madaniyat jihatdan munosabatlarni tez shaklda taraqqiy qildi. Endi iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan bayon dedim mana qisqa qilib o'tdim. Bütün liderlar asosan bor endi. Bag'an bu liderlar bekor bo'lmaydi buni bu yerda tafsil deb o'tirishning hojati yo'q. Iqtisodiyotdan shu raqam, qisqacha raqam bilan so'zlasam, chunki bizning program sal uzoq qoldik. Bu 1992dan 2022gacha bo'lgan 30 yil ichida dastlabki 50 million dollarlik tijorat hajmi 22 milyard 800 milyon dollarga yetdi. Ya'ni 400x'dan eşib ketdilik. 2 yılın aldığındaki rakam. Endi 2024-yılsı 6. ay qaçı bo'lgan rakam 10 milyard 290 milyon. Yani yıllık 20 milyar etrafında bilsek bulamdı. Yani 20 milyar etrafında 20-22 milyar etrafında nemi var. Ama İpek Yolu başlanğan İpek Yolu projesi başlanğandan keyin buningki Hayfa'da liman açtı, Ashdodda liman açtı. Andan keyin bevosita Qizil dengizdan O'tir dengiziga bağlagan bir temir yol projesi var deb bilmayman. Yani mesela Türkiye özüne devamlı bazı Türklerden bir gap var. Biz bo'lmasak Xitoyning nimasi mangmaydi. Jungoninki bir belbaq bir yol. Bir yol mangmaydi. Bizning boğaz netimiz mangmaydi deb qo'ygan gaplari var. Endi qarasanglar, o faqatla O'tir yolning ichidagi bir liniyasi. O'tir yolning ichida yana qancha o'tir yo'l madanglar u yerda. Birdan bir tanlash emas, bu Abdingizdan o'tish yoki Mashu Isroiliyadagi mashu hozir sizga deb o'tgan liniyami shu Qizil dengizdan bilsizlar, Qizil dengiz Eronning kontrolida, zaten Eronning Xitoyning nimalarga Jungoning hujum qilmaydi hamda.
Yani mesela bir vaqt Aqdengizge ötüp gitidi. Ay, malni qaçlaplaş, poyizlarla aşizge. Endi maçta bir iqtisodiyatdan maçta qılıp naayetdi yuqarı nimege yetken. Hatta bula 5 qıtımlıqmı, 6 qıtımlıqmı yığın çoğ yığın etjep iki döwlet. 2017 yılı kelgen wagtda anda nima ilqi yenilik yaratışçanlık etraflık hemkarlık münasebetini ornatdı. Yani her taraflımlık bir münasebet ornatdı endi. Ma bu iki devletninki endi iqtisadi münasebet yoki siyasi. Endi ma bu medeniyet işleri kelgen vaqtimizda 1945-yilki bu ikki dünya urushida Hitlerning Yahudilarni o'ltirib boshlaganini qirg'inchilikqa vaqtida endi Bayga keçip Jungo baga Yahudiler var. nurg'un Yahudilarni Gomindan hukumat qabul qilgan. He. Şanghay'da Şuna o Yahudiler yerda mahallesi var. Shanghayda, Kayfongda, o Sharq Shimolda Yahudilarniki turish joylari bor. Hatto ma bu Ahud Olmet degan bir anlagan bo'ytonlar Israeliyaning bir zonglisi bor. Ahud Olmet. Ahud Olmet. Olmetniki dadisi shu nima asha tug'ilgan Sharq Shimolda tug'ilgan, Liaoningda tug'ilganmi, bu yerda tug'ilganmi. Unutmaydı kendini. Bu Jungo bilan bu nimishqa Israeliya Jungoga noit yaqin qiziqtirdi sana işte bir munosabat bor endi. Ha yani Nimada bir qirg'inchilikdan tavır. quchoq ochgan deb mashta qaraydi endi. Shunga bularning Kayfongda, Shanghayda, boshqa yerlarda sinagogalar bor. Yahudilarningki ibodatxonalari. İbadethanları. Jungoning kunzi shu yanmi Israeliyada xilajaq maktablarda bor deb bilaman. Ichki maktablar, oliy maktablarda bor deb bilaman. Ne Uni ona qaytdi. haberim yok. Buluşmak Uningdan kerak. keyin mau oliy maktablara nima o'quvchi almashtirish, madaniyat almashtirishni kuchaytirdi bular. Undan keyin yilda 10 million shakar Yahudi pulini shakar deyken. Şekil tu. Shekel. Şekil. İsrailiya pulini 10 milyon shekel ajratdi maxsus jungoliq o'quvchilarni shu Israiliya kelib o'qishiga. Andan keyin bu do'st shaharlar deb qo'yamiz bizlar. 24 do'st shahar bor Jungo bilan Isroilning. Yani mushta bir taraqqiyotlar bor. Medeniyet cihetin yakınlığı var. Lakin bence en güçlüki bulada şu harbiy sanat mı ki demek Xitay bilen İsrail'e O albatta endi ikki davlat turibla madaniyatni mi yaqinlashtirdi ama muhim bo'lgani shu harbiy san'at, şu harbiylik kelmez endi harbiyda. Onun muhim emas bu xalqaro munosabatda. Bu askeri munosabatda bular bayam degandek 89da Jungoninki bu qurol yarog' embargosini teşvik etishga eng chong tekis bo'lgan davlat Israeliya. Endi undan keyin sizlar balkim anglagan bo'lgaysizlar bu uçsiz aeroplan Vuranji. Drone. Türkiye'de SİHA deb patib yürüydü ya. Ama bu texnika Amerika'dan başka dünyada ne qilmagan bir texnik ekanligini da bu. Rusiyaning bu texnika bulamagan, Amerika hali chim tutgan vaqtda. Bu texnikani Amerika Israeliyaga bergan ekan. Bersa Israeliyaning kapirib Xitoyga setib berdi uni. Jungoga setib berdi. Buni Jungoga setib bergandan keyin andan keyin biz bir chog'da anglaydik bu Jungo Vuranji ishlab chiqadi deb. Ulan bu uçsiz aeroplan texnikasini hakkında Jungo'dan Rusya'ya götürdü. Jungo'dan İran'a götürdü derken ulan Amerika qattiq aş vaqtda açık kelib tas qaldı İsrailiyani qo'g'dash qonuni var ya. Aş qonunni bekor qilib kelar. Qılanmaydı lekin. Ya lekin aş vaqtda hali jiddiy tadbir aldı. Şu vaqtda ne qilgan
Devlet Müdafiə Ministerini vəzifəni taşıtıdı. İsrailiyəninki. Aşta kılalaydı lekin İsrailiyene O biz aşağı deyikemiz ama ahırda bir karar çıkardı Amerika. Bunun keyinki conventional weapons onu satsan maylı dedi. Onun olan karımız yok dedi. Enenevi kurallar. Yani, Xitayning mı İsrailiyənin enenevi kurallarına ihtiyacı yok. Enenevi kurallar normal kurallardan var. Konvensiyonel degeni şamda şu enenevi degan gap var mı? Adetdeki. Adetdeki kurallarını satsan kar ama deydi. Mundaq şu ilg'or tipdeki yeni başka yerde bombagan. Xitay asasında NATO'nun Amerika'nın texnikasini o'g'irlashdan biri İsrailiyədən, yani biri Pakistan'dan. Pakistan'ın mesela Türkiye'de mi faydalandı? Türkiye'den yakın yıllarda faydalanışqa tirishdi, ama Türkiye'den bir narsa yo'q menimcha. İsrailiyəga, Amerikalıqqa, Türkiye'ga, Pakistan'a bermaganda mi İsrailiyəga birden emasmi? Ama şu işten kin İsrailiyəninki kural yarak setişini çokum Amerika Kongresiga sunish gerek. Amerika Kongresi onay bergandan keyin onu satalaydigan bir qonun chiqadi. Yani hammaylar bildi, yani İsrailiyənin qısa Amerikasını qılan unda iş yok. Yani onun ayışdan keyin qonun chiqadi agar İsrailiya bunu qilmay yana ilg'or tipdagi qurolni o'zininki eng chong potensial dushmaniga setib bersa, vaqtim Amerika deydi, men dasa sen ashuni akidapti deyman deb o qatimda rasmiy haqiqatan natijasi egri bo'lib ekan. Başta bir ishlar bor. Endi bu ikki davlatninki bek bir-biriga ehtiyoji bor deb qaraymiz. Nimishqa bunday deymiz yoqda Amerika çünkü İsrailninki ilg'or texnikalarga ehtiyoji bor. Masalan, İsrailninki bilsizlar bu suvlash texnikasi. Temel sug'urish texnikasini İsrailiyədən kirdi. Bu çölni bu Otur Şərq çöl ya, su yok. İsrail'in aş texnikasına girip bizning vatanga sınaq qilib yezilik diviziyalarga qilib kengaytib degandek. Bir texnikasi var. Andan keyin qoral yaraq texnikasi deysizlar. Andan keyin İsrail Yahudilar bay bo'lg'achqa nima deysizlar? Mayada manda bir narsa var. Endi bayanma madaniyat jihatini nima eskartib qo'yay, muhim emas, muhim nimishqa desanglar, bu madaniyat jihati başta bir-birini yaqinlashtirib, changlashtirishib bordiga qaranglar. Ya o'zi xalq tilida so'zlayamda. Bu changlashtirib demaydigan vaqtda eng muhim, eng tanliq shaxsdan bir tane tanıysizlar, hammamiz tanıymiz. Zuckerberg. Bunun otini Hanzo maslanga. Zuckerberg Yani nurg'unlarning xotini baka biz anglagan yoki bilmaydigan biladigan. Yani mashla bir gap bor ya, yostiqqa akşam yostiq endi kusur qilib qo'ysangiz, ayt shu ish bo'ldi deydiganga. Yani bu madaniyat jihatiki bu narsani sal qarash qolmaydi ekan. Madaniyat jihatiki bu munosabat vaqti kelganda qo'yaraq münasebetimi bek mühim, çünkü karar vergücünü bu şeye gel, bizimki aslında ahırdırak sormak istedim. Bu şeyden biz şu Xitay bilen İsrailiyəninki terörlük qarşı duruş cihetlerde yoki başka cihetlerdeki hemkarlıklarını mı bu şeyde müzakere qilib o'tayli bence. Xitaydan İsrailiyə öyrəngan yoki İsrailiyədən Xitay öyrəngan ahvol bormi? Masalan, İsrailiya Palestinga taqobil turish uchun yoki Xitay Uyg'urlarga taqobil turish uchun. Endi hozir her ikkalasi o'ziniki davlat nuqtasida qarab turib, o'zini bir o'rtaq noktada birlik o'rtaq noktada o'zini o'xshash ziyonkech kuchuruvchi deb xalqaro dunyoga e'lon qilyotdi bular. Nima ish qilsanglar, masalan İsrail deydi, Palestinniki radikal dinchi islomchi guruhlarni terrorist deb qaraydi. Xitoy deydi, Uyg'urlarni radikal islomchi
dinchi bularmı bizge terör saldırı kıldı degandek gaplar bilan ikkisi o'xshash bir narsani xalqarada men qattiq vaqiratidan buni hammaylar belimiz ko'rdik. Ama bu yerdagi muhim narsa hamda Jungoninki ma'vo'lqi terrorlikqa qarshi tajribasi yangi. Andan keyin terrorlikni ishiltish va terror degan kavram yangi chiqqan hukmga bu. Birdan keyin chiqqan hukm bu. Terörlük demek olmasa biz en yaksa karşılık hareketi değil, karşılık değil. Karşılık hareketi veya ki ne desek, kozgulan nemsiler ne desek. Ama bu neyse sanırım olam bu özümünde de karab, halkara cemiyetke özüne katkılık mağduriyeti kösetti de bu işkilisi. Doğru, her şekilde devlet özüne ben terörlükün zulümü koşturavattı. Ben şu an meninki güç işletişim, kanunluk da özüne akıllık kovdunuşka sokmakçı. Ama mayadaki muhim neresi ne mi desenla bu akıllık kovdunuş olsun veya ki karıştırıp ne terörçü desin veya ki ne mi desin bu ikisi arasındaki münasebet bunda aldırıp 3-5 yıldır tügeydiğen bir iş emesken de bu hem de. Demek ki bunu İsrail ile Palestin arası köydü çünkü. Köydükken çünkü ikisi arasındaki uruş 50 yıl sözlük etkenlikin aralıkta ikisi müresseleşti. Bilgisayarlık. Oslo görüşmesi de koymuş. 2004'lerden gibi kıvatsızlar. Rabin bilen İsrail Rabin bilen mavu Yasir Arafat'ın ki vakti Mahmut Abbas şu görüş vekillerken dokun. Tinçlik yolu sohbetleri. Şunun olan bu Rabin öldürüldü o bu derken yani bu işle bir ızdırap bir kızıp bu her iki tarafın ki ilgirleşik terakki kılışga eğer ziyallarını sepkililik mesela oruç bolsa bilsizler ziyan kelek ziyan kelek ama anan İsrail anan iken tokta onda os kana kılımız dep anan iken yeni yerleşimci degan bir taktikini oturup çıkardı. Yani Türkiye'de talayta çıkıp gitti ya Palestinlik ne zemin setip bakmagan Palestinlik toprak satmagan o satmagan emas satkan nersi ya yok nersi ba nersini yok nersini ba digilo dep inkar kılamayısıdan ba nersi yok nersini. Ba inkar kılamaydı ama qanchalik satkan bu bir mesele. Hem de o bu yer mesele şu qaranglar. Mesela sizlar bir nesettinglar olu 12 yasun sizlarga qilsizlar xalqaro munosabat xalqaroga birni ko'rsatsanlar o hozirgi ma'lum nimada o isbot yetarli bo'ldi ekan-ku. Satqanmi satqan? Satqan. Biz mi satqan? Xitoyga yani satqan. Dal mening demakchi o'g'lim dal mana shu qaranglar. Endi bu taktikini Jungo ko'rgandan keyin diqqat qilsanglar hozirgi qarang eng etinishli qolimiz dal shu. 2014-yilda şu İsrailiya'nın Araplardan yer setip oluşunu Yahudilarnınki Xitoylar o'rgandi demakchi mi? 2014-2015-yilda qaranglar. Bekarga pasportni bermedi. Bekarga pasport bermedi bizga. 2015-yilda pasportni quybatdi. İsanlı başınama. Doğru, ben bu şu yolda çıktım. Şu bir ayda qaranglar, Xotanda 200 ming odam pasport beceribdi. Bu Jungo tarixidagi rekordkan. Ya'ni Jungoning boshqa yerlarda bunda bir son yo'q rekord. Nurg'un adam uy satdi, yer satdi. Onun keyin xabaringlar bor. Nurg'un odam uylarini setib etdi, yer zaminlarini setib etib chiqib ketdi shundami. Andan keyin Turkiya fuqarosi bo'ldi hozir. Turkiya vatandoshi bo'ldi. Endi hozir sizga so'raydiganim hozir o'tgan e'lon qildi. Jungo biz 140 ming Xanzoni ko'chirib keldik deb. Qayerga? Bizning vatanga. Oz. O ratsanmı, yağansınmı o muhim bağını qaranglar. 140 ming son nega keldiniz? Kimning yeriga keldiniz? Biz mayan setib olgan. Mayaga bino saldik. Masalan, sizlar munda addiy o'ylamanglar. 5 moya setib olgan bo'lsangiz, 5 moyaga
bir shovchi sola olasiz, ikki shovchi sola olasiz, uch shovchi sola olasiz. Ya'ni erkin bozorda siz uyni kimga sotsangiz bo'ladi, siz mal olasiz, u mal olasiz, shunday emasmi? Endi hozir siz Turkiya fuqarosi bo'lgandan keyin sizning u yerda to'prog'ingiz yo'q degan gap. Ya'ni sizningki vatanim deydigan to'prog'ingiz qolmadi allaburun. Ya'ni Jungo buni o'rgandi. He, bu bir nokta. Evet. Biraz ixchamlayli. Endi bu narsa nimishqa qilyapsiz hozir endi bana nurg'un xalqlar shu savolni so'radi. Voy doktor mana men sizga bir savol so'ray dedim. So'rang. Sizce vatanni qutqizamiz deysizlar, bag'iraydigansizlar bir 5000 odam chiqamdi desam, sizmi taniysizlar, ismini vermay bir imom akamiz var. Ufkam 5000 odam deb deb soldingiz dedi. Tamam 500 odam debdirlar. 500 odam mangdi hammasi ko'p 500 ning ko'p hammasi turk vatandoshi. Shuna bilan ilk Karsga bormay turiblar. Jungo deydi, sening odamlaring menga qarab kevetibdi. Qana qilmay sen bitirak qilasiz, men bitirak qilaymi desa. Turkiya men to'xtam, men bitirak qilaydi. Shuna 50 odamning vatandoshligini iqtol qilsa, qolgan 450 odam mangandi desam, bo'ldim javob ne bo'ldim dedi. Ya'ni xalqaro munosabatda qaranglar, siz obdan bilsizlar bu narsalarni. Sizninki jon güvenligingizni nimaga erishgan vaqtda hatto sizlar yerdan munosabatingizni uz bo'ldinglar, tuproqingizni setib bo'ldinglar yo'q degan gapda. Endi davlat deydi, dunyo deydi, yana nima jidiling bor deydi. Doğru. Demek bu narsalarni o'ylashib qilishimiz kerak edi, ammo buni degan vaqtinglarda meni nima deydi desanglar, meni Jungoning şpiyoni, Jungo kallasi, Xitoy bilan tillaydi bizning nadon jahillar. O haqning gapi, adiki mushada yana bir narsa eskartib qo'yay. Sizlar Jungo deysizlar, men Xitoy deyman. Bu erkinning erkinligi o. O'zimning tanlashi ko'rurmanlarning ba'zilar oldin qatimli suhbatimizda Xitoy deyapti deydi. Alimjon Xitoy deyalaydi. Alimjonning Xitoy qarta maydoni aniq, ammo Xitoy degan so'z biroz nafrat o'z ichiga olgan. Shunga men ilmiy so'z ishlatmayman deb Jungo deyapti. Men buniki bundaq tanlashiga hurmat qilaman. Ammo kishilarning kallasida birisi Xanzu deydi ekan, biri Xitoy deydi ekan deb nima shakllanib qolmasin deb bu tushunchani berib qo'yay dedim. Ha. Alimjon, biz undaq bo'lsa, birinchisi shu Xitoy shu İsrailiyədən ərəblərinin zəminini setib olishni o'rgandi dedik. Ya'ni shu orqali Xitoy dövləti Xitoy fuqarolarga pul berish orqali Uyg'urlarning yer zaminini setib olish orqali bizni mulksizlashtirdi, yersiz qoldirdi. Bu bir amil. Yana boshqa Xitoyninki yoki İsrailiyaninki o'zaro shu İsrailiyaning Falastinga taqobil turish uchun, arablarga taqobil turish uchun, Xitoyning Uyg'urlarni bostirish uchun o'zaro o'rgangan, tajriba almashtirgan taraflari bormi? Endi har ikkala taraf va shu terrorlikni bostirishdagi askariy kuchlarni tarbiyalash faoliyati badi bir. Masalan, Jungo saqsir İsrailiyaga berib tarbiyalash badi, İsrailiyaniki Jungoga berib tarbiyaladi, tajribalarni o'rgatdi degan ishlar bor. Anikin bu yerda yana bir narsa, shu Jungoniki Uyg'urlarni bostirishga bo'lgan harakatlarga g'arb dunyosidagi birdan-bir nima, ya'ni kuchli shaklda, ochiq-oshkor shaklda davlat nimasi turib, oshkori tanqid qilgan yoki nima qilmagan davlat Isroil yani. İsrail, yani bütün g'arb davlatlari bayonot e'lon qildi, tanqidladi, qattiq raddiya berdi. Ammo İsrailda faqat bir necha inson haqlari İsrailya BDT'dagi bir qancha qatimliq nimada imzo qo'ydi Uyg'urlarni qo'llab. Ammo siz degandek bayonot berib hozirgacha Xitoyda ayblab boqmadi. Yo'q, ayblamadi. Ammo bu chunki nimasi ikki davlat diplomatik munosabatini normalda qarasanglar birga bir deb beryapti-da, o'zlarining ishlarini. Bu Amerika bu ikki davlatga munosabatini yig'inchoqlasanglar, ikki so'z bilan keyin yig'inchoqlik bo'ldi. Muhim ikki so'z. Birisi nima desanglar, tangpongliq munosabatda.
Yana birisini Boğazın. mi tanla? Endi ilip münasebeti. Yani Win-win. bir-birisini to'liqlaydigan. Jungodan deydi o, men seninki ish kuchingni olaman deydi. Aciz ish kuchingni olaman o deydi. Va Jungo deydi, tamam men sinov texnikangni olaman deydi. Endi hozir Jungodan deydi, Jungo sen boy bo'lding, menga yatırım qil deydi. Tamam deydi, sen menga texnikalaringni qilsaydi. Ashtandek ishlar. Amma yaki tamponglik nima diyor? Yani Naite realist bir siyaset, iki devletinin birbirine karatman siyaseti. Ulan otursta hissi bağlanış, yaki yumuşak güç cek rol oynamaklık şundak mı? Ya esi mi ba, yumuşak kuş mu ba? Bunu hazır dep ötüme. Çünkü nimişka sanlama tamponluk dedim. Ben bayam tamponluktan bir çöndürüp öteysilige tekitlep koyay. Onu bilen hem de şu realizminin ki hukumede. Endi mavu tamponlukta nima sanla? Endi o O'rta Sharqda 4 kichik yo'lbars deb qo'yamiz yoki O'rta Sharqda o'zlarini 4 cho'ng yo'lbars deb oldi. Biz ashlarning bo'yicha 4 cho'ng yo'lbars deyli. Bu 4 cho'ng yo'lbars kim o sanla? İran, İsrail, Arap devletleri, onun için Suudi Türkiye. Arabistan, Türkiye. Arap Birliği de koymuş ya, Arap Dünya, Arap Birliği. Kayısındaysın? Suudi Arabistan başlık Arap Dünyası var ya, Arap Birliği. Arap Elleri İttifakı. Arap Elleri İttifakı. Bu Türkçong devlet, Türkçong güç özüne yalık Türkçong yolu dep ataydı. O'rta Sharqdaki. Bunun içinde Jungo İran bilen bo'lgan munosabatini bilmez. Arap Elleri İttifakı bilen bo'lgan munosabatini bilmez. Türkiye bilen bo'lgan munosabatini bilmez. Endi İsrail bilen 92 munosabat qurgandan keyin bu Türk cho'ng kuch bilan munosabat qurilgan bo'ldi. Shuning bilan bu yerda bir tangpungliq shakllandi. Mesela İran sel o'zini bilmay qolsa, siz to'xtab turing, unda bo'lsa saqam deb İsrailga yurib baqadi, Turkiyaga kuchab baqadi. Turkiya sel o'zini bilmay qolsa, İranga naq baqadi. Yani siyaset müştavildi bunu silme bilsizler. Ama bu tangponluk siyasetini tamamlash uchun bu ikisi nihoyatda muhim bir o'ringa ega hamda Jungo İsrailga. Ama ondan keyin ma bu Jungo bilan Jungoning yana bir maqsadi nima desanglar, Amerikaningki Yahudi lobichiligini hammamiz bilamiz. Yahudilarningki Amerika siyosatiga bo'lgan ta'sirini, masalan, bu Ivanka Trump'ningki yo'ldoshi Kushner Yahudi masalanga. Bu Amerikaningki tashqi ishlar ministri Blinken, Antony Blinken mi Yahudi masalanga. Yani Jungo bular mashu Yahudilarningki mashu bayam dedinglar ya, hissi, duygusal nimalarni nihoyat obdan foydalanalik. Davamlı şu medeniyet faaliyetleri kılıp bayan dedim ya, Jungo'daki Yahudi mellelerini yoki Yahudi yerlerini şu ziyaret kılıp, ekskursiya kılıp nem kılılık andi, münasebetini küçeyttigilik. Şoňa şu Amerikada mı dikkat kılsanlar, Yahudi kökenlik yılık siyasetçilerinki Xitay ma Jungo bagan yılık karıştırış nimesi unutularak küçük emas. Onun kadar dikkat kılmadım hemen. Dikkat kılsanlar, mesela Antony Blinken'ninki avvalki nimete aldın katın, bağı nimete aldın katın kısa. Aldığımızı biz yaxşı kurtkanı mı? Mike Pence mi? Yok, o Pence muavin prezidenti aldığın kısa nime? Vallahi Uygurca isim koyuyorken davamlaştırıyor ama isim kelgende de. Yani ma Antony Blinken anındaki yılık Mike Pompeo. Mike Pompeo'daki yılık bundak radikal yaplarını bakmaklık yılık qat'iy o'zining meydanını, qat'iy cho'ng meydanını ifodalamaglik. Hem unutqanmanglar Amerika bilan Jungoning munosabatini yaxshilagan danglik shaxsni mencha hammamiz bilamiz. Kissinger. Yahudi. Henry Kissinger.
Ana Demek bu bu yerden sizinki sözünüzden ikinci mana ben körülmelerimiz için yığıncaklap vermekçi. e, Xitay İsrailiyani Amerika siyasetiga lobbychilik qilish uchun ishlatadi. Açta desek buldu, Yoki açta çersek buldu. yani shuning uchun İsrailiyaga texmo yaqin bo'ldi demakchi. Yani Çünkü davomlashtiramiz. maşakatımda bilsiler aynı Hamas İsrail'e nemiş hali ciddileşip hali nemi bağa vakta Amerika Anthony Blinken başladı ki şu lider nemi siyasetçiler Jingo'ga nem çağır kıldı. Sen derhal bu uğraşını tokta degandek. Yani endi mayadagi narsa endi sal bu gaplar taqilib ketdi. Endi yig'inchoqlasak qarang. Oyliqi biz nurg'un insonlar deydi diplomatiyada siyosatda duyg'usallik bo'lmaydi. Amaliyotda duyg'usallik bor. Yani siz duyg'usallikni shu nimani obdan qo'llansangiz, chunki qaror veradigan odam robot emas, ya'ni insonchi bu yerda. Ha shu. Şuňalyky insan amili bolganligini albatta duygusallık dediğine Türkçe hissiyatlı biriliş buludu. Hissiyat yani hissi münasebetime dikkat kılır canım çünkü bunu nayte yakınlap çıkılık. Yani şu bayan degendek karanlamışta çünkü İsrail'e münasebeti şu maçta bir münasebet. Hatta nayt yaxşı to'xtaldik. Vaqtmo bir saatga yaqinlashdi. İki taraf münasebetiga ta'sir ko'rsatadigan omillar qaysilar degan savol batda. Buning javobi chiqib bo'ldimi yoki buningga qo'shadigan so'z bormi? İki taraf münasebeti ta'sir ko'rsatadigan omillar qisqacha bunda birinchi ikkinchi deb ham nima qilyapsanglar bek uzun tahlil qilmasak boshqa savollarim bor taha. Bak, endi mana shu ta'sir qilgan omillar shu. Birinchi mana bu İsrail'e nisbatan Amerika g'arb davlatlarininki ma'lumotli ba'zi embargolari nima ma Jungo nisbatan Tayvan İsrail'ninki Tayvan qurolga chiqarishi texnikalarni chiqarishi anadan keyin ikkisining orasida raqobat mavjud qayerda mavjud O'rta Osiyoda raqobat alani bor ikkisiniki. O'rta Osiyoda İsrailya bilan Xitoy raqobatda. Yani biz bilmaymiz ama ikkisiniki bir raqobat alanlari bor. Nimani endi Jungo egallab ketdi deb bilamiz. Ama yani shunaqdimi İsrailniki nurg'un texnikalari O'rta Osiyoda bor. Masalan, Philip deymiz, Coca-Cola deymiz, yani nurg'un texnikalar bor, nurg'un shirkatlar bor. Nima raqobatda boshqa bir nimalar bor. Asosliq shu ikkisiga nima jihatdan ta'sir qiladigan shu omillar shu birsi Tayvan masalasi, birsi hamda Amerika masalasi. Falastin Falastin masala emas deb qarayman men. Chunki Falastinliklar Xitoyning Falastin siyosati İsrailya bilan bo'lgan munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatdi yoki ko'rsatmadi? Menchi ko'rsatdi deb qarayman, lekin sizningki qarashingiz. Bu necha qatimliq Falastin masalasida qarasak, bu mana shu nurg'un qatimliq mana shu suhbatda tinchlik kelishimida Falastin bilan İsrailya har ikkala davlat Jungoni xohlaydi o'ziga kelishtirgich bo'lishini xohlaydi. Mayada taqa Amerikadan bekroq Jungoni tashabbus qildi kelsin degan. Bu yerdagi ziddiyatni qanday tushunamiz? Masalan, hozir İsrailya ikki davlatlik hal qilish loyihasini rad qiladi. Xitoy bo'lsa ikki davlatlik hal qilish loyihasini kuchab tashviq qiladi. Xitoy Falastin bilanki davosini haqliq davo deb izchil qo'llaydi. Ama İsrailiyani qattiq ayblamay, mujmal so'z ishlatadi, ikki tarafni yarishishga, urush to'xtatishga chaqirdi. Bunda bir ziddiyatlik holatni qanday tushunamiz bu yerda? Canım bu yerda bir ziddiyat yo'q. Masalan, o ikki davlatlik
el qilish usuli Jungo o'tirib qo'ygan usul emas u. Albatta Va o shu BDT oturup koygan ama Xitay onu kollaydı da. uni qo'llagan bilan amaliy harakat uni qo'llagan bilan BDT'de o'tirib qo'ysangiz qolgan 4 davlat, qolgan 3 davlat, ya'ni 4 davlatdan birisi no desa tugaydi. Shuni Jungo buni bildi. Ya'ni bu yerdagi muhim masala mahiyetga qaramsak qilmaydi biz ishning mohiyatiga. Şu benim dikkatimni tatkan bir narsimi şu. Xitay Palestinliklerini yaraştırma deydi yoki Palestinni ikki davlatlik tuzum bilan hal qilma deydi. İsrail'e Xitayni bir qatımı bunundan agahlandırıp eyiplep bakmadı. Çünkü karanlık o yerde mahiyetlik benim yok. Mesela ben şu Beijing'de 14 Palestin'in 14 teşkilatını birleştirdi şimdi ama. Ben maç doğrulukla makale yazdım. Belki okugan buluşum mümkün. Bu yerde karanlık Jungo'nunki ama şu 14 teşkilatını geliştirişten ağam paydasını mı dep ben onu ötken kıtımdım degen yani Jungo bu 14 teşkilat meyle vay geliştiriş imza attı hem geliş koşuldu dedi şimdi ama o gelişsin hazır miyelki mühim neyse Jungo maqsadiga yetip oldu yani nima aytsanlar hech kim kelishtiramagan hatta o'xshash musulmon turib o'xshash dinimiz o'xshash ilahimiz Allah turib kelishamagan 14 teşkilat Jungo kelishtiryapti. İşte ha. Endi bu nima aytsanlar bu yerda Jungo 5 o'ziga 5 yillik foyda yaxshilini ep bo'lichi foydasini ilg'liq endi. Jungoning ko'zlagan manchi ko'zlagan nishoniga yetdi. Endi bu yerdagi İsrail'e qaranglar, İsrail'e qaranglar bayonotga qarab bakın İsrail'ning bayonotiga. Hech qanday bayonotta Jungoni tanqidlagan yoki qattiq so'zlar bilan raddiya qilgan birimiz yo'q. Faqatla Hamasni misol qilib turib Hamasni so'zlaydi. Hamasninki nimada haqqi yo'q, yeri yo'q deydi. Urushdan keyingi Gazani boshqarish nimasida yeri yo'q, qayt yo'q Hamasni deydi. Qayt qurishda yeri yo'q, Hamas degan terrorlik tashkilot o bu deydi. Faqat Amerikaninkilar ba'zan shu biroz qattiq gaplarni, qaratmoq gaplarni ishlatib qo'ydi Jungo qarta. Hem ahırda dedim ben bu 14 teşkilatınki Gazze'de tamponluk kurulanmadı. Tamponluk kurulmaydı dedim. Ben o makaleni yazdım. Bir haftadan keyin Hamas'ın lideri öldü. Öldürüldü yani. He, Haniyen de isla. Yani bu kandaktır karanlayın. Ben o kurulmaydı diyen idim. Bir haftadan keyin öldü. Demek bu yerde oturdu ki oyun oynatkanlar emas, oyunchilar. Yani ne pek aldığı çıkarılıp varmız diyor biz. Emniyet karşısında 2 yıl İsrail'e bir karatmak onda ziddiği gidiyor. Nemi yok. Yap yok yani. Ondaqda İsrail'ninki Palestin'de xuddi Palestin tarafda turayotgandek Palestin İsrail'e to'qinishida Palestin tarafda turayotgandek haqqoniy ko'rinayotgan Xitoy va Rossiyani qattiq ayblamaganligidan bu Xitoy va Rossiyaninki Palestinni qo'llagan bo'lib olishini xuddi İsrailiya bilan deyishib qolib urushayotgandek bir turkcha danışıklı dövüş deydi ya. Əlaqə deyişib qap turub bizi uruduğan aşta bir nəsə deyişki bulamdı ondaqda bulanınkini. Biraz Palestindəki insanpərvərlikini. Yani biraz dadıl olsak aşta etsek buldu. Xuddi bunu Türkiye bilan Jungo'nunki danışıp Türkiye'nin bizga qilgan nemelerga o'xshab qoladi yani. Deyishib qap turib urushish degandek. Deyishib qap turib nima qilgan nimalarga asl yashidan ya buni aslida bayroq yo'qsiligi nafratlanti bayroq ko'tarib chiqadigan bizning derneklarimiz. Keyin o'zi bayroq ko'tarib aynan danışıklık. Ama hamda bu narsada adaş bu narsada biz mohiyatga qaramasak ikki erkekka yoki ikki nima qarablar mandaq deb baho bersak bo'lmaydi.
Çünki sizlarmi o'qisizlar, ben sizlarmi o'qidinglar xabarni, men o'qidim. Ya'ni shaxsan men o'qigan xabarda ko'rmadim masalanga. Jungomu nihoyatda qattiq bir til bilan İsrailni tanqidlab boqmoqliq. Şu. Xitay Araplarning ko'nglini oladi ama İsrailiyliklarni ranjitmaydi. Yani Rusya mı o'xshash bu jihatda kelsa, İran farqli hamda İran rayonidagi oldidagi rolchi hamda. Xitay Ruslar asosliqi İsrailiyani ayiblaydi, ama bek bevosita o'zini ayblamay, har ikkitini ayblaydi. Falastinni qo'llaydi, ama mohiyatlik Falastinliklarni xo'sh qilib qo'ydi, Arablarni xo'sh qilib qo'ydi, mohiyatlik yordam qilmaydi. Ama İsrailiyada bu Xitoy va Ruslarga qarshi kuchli bir norozilik inkas chiqmaydi. Masalan, menda bo'lgan bo'lsa, o'tgan bir ikki hafta ichida İsrailning tashqi ishlar ministri to'xtamay Erdo'g'onni tanqidlaydi, tillaydi masalan. Hatto İstanbulning shahar boshlig'i Akram İmamoğlu'ni taglab turib, bu Erdo'g'on sizning davlatingizni vayron qilyapti deb tweet mi yazdı çok. Ama Xitoyga Rusya kelgan chaqda bular jim. Jiq inkos qaytarmaydi. Shunga sizlardan buni bakroq ichib bersin deb so'rashimdagi sabab shu. bu endi bu munosabatlar shu bayon dedim ya, Arab dünyasida Arab xalqini idora qilmaysizlar, Arab dünyasida Arab liderlerini idora qilsanglar bo'ldi. Chunki men ko'z tusharliq shuni his qildim bu Arab dünyasida. Sizlar liderni kontrol qilganingizlar zaten xalqi o mümkünmaydı ekan, o'tir sharqda ashdoq ekan. O Turkiyada shundoq ekan, dahil shundoq ekan. Yani G'arbningki bo'lib Isroiliyaniki g'alaba qozonishidagi eng muhim sababdan birisi liderlarni bir şekilde o'yintishga, kontrol qilish, o'yintishga. Endi mana to'g'ri. Endi bunda bir gapni deyman sizlarga. Endi bir mohiyatlik bir narsa bo'lsa, bunda ekanda deymiz-ku. Nimishga desanglar bunda. Masalanga Uyg'ur soyqirmini Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'tirib qo'ydi shundami? Bu yerda 51 davlat bor deylik, misol. 51 davlatninki 25i yo'q dedi. 25i ma'qul dedi. Endi bu yerda agar shu 26 davlat endi muhim qaranglar. Shu 26 davlat misoli Turkiya olib qoldi deylik. Menimcha Turkiyaning ma'qul deydiganiga men toza ishonchim bormi yo'qmi uqmayman, ammo ash vaqtda qaranglar, Jungo keldi deydiki, agar sen ma'qul desang, unda bo'lsa so'nishlarga qatlanacaksın deydi. O zaman ananiki resmi sonuçlar o'ttirga chiqdi, resmi natijalar, resmi munosabat o'ttirga chiqdi. Unda bo'lsa, eng oxirgi bir savol. İsrailiyaning Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga tutgan pozitsiyasi qandaq? Yoki İsrailiyaning Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasi qandaq? Bu yerda shu endi o Uyg'urlarga qarshi Jungoning bu Uyg'urlarni bostirish siyosatiga qarshi shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi o qarornomaga bilet tashlagandan boshqa silmo o'qitishlarni bilgansizlarni bak voy degidek yoki tilg'og'ichilik bir pozitsiyasi yo'q. G'arb dunyosida bo'lib o'zini demokratik davlat, erkin ozod demokratik davlat deb qaragan G'arb dunyosida Isroiliya birdan-bir Uyg'ur masalasida uchuq Jungoni tanqidlamagan deb tanqidlanib kelgilik G'arb dunyosida. İsrailiyani tanqidlaydi uchuq sen o'zingni nima deb turib, demokratik davlat deb turib, uni nima qilmaydan tanqidlamaysa deb endi G'arb dunyosida ba'zi tanqidlarga uchrag'liq. To'g'ri. Ammo bular bilishimcha Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini hozirgacha rasmiy ayblab boqmadi. Chunki aslida mana bu narsani unutib qolibman. Bu zaten endi İsrailiyaning o'ziniki tashqi siyosat bilan munosabatli bir narsa. İsrailiya tashqi siyosatda qurilgandan tortib tarafsizlik
yani tarafsizlikni targ'ib qilyapti. Bir taraf duruş ne? Bir taraf duruş, yani xuddi ma'lumotga Türkiye Cumhuriyeti qurilgan vaqtda dastlabda Atatürkning vaqtida tarafsizlikni tanlagan, Mustafa Kemal Atatürkning vaqtida tarafsiz turishni tanlagan. Yurtta sulh, cehanda sulh. Ben sağımı yaxşı, yaman bolmayman, sağım yaman bolmayman dep. Şoňa Türkiýede diqqat qilsaňlar, bir gün qarsaňlar, kommunistlardek qalpak giýip, qalpak giýip yürüpdiken. Bir gün qarsaňlar, gariplikde kiyinip yürüpdiken, Endi pragmatik bir diplomatik münasibetlerini endi yürgüzüpdiken Atatürkning wagtida. İsrailýa hali bir vaqtgacha işte tarafsizlikni nima qilgan. Ama bulma bo'lishiga sabab shu. Buni unutib qolmanglar. İsrailya bir aşağıda baxaliq bo'lib qolgan, ikisi Rusiyadan kelgan, Yevropadan kelgan, Polshadan kelgan, Germaniyadan kelgan Yahudilar bilan Göçmen Yahudiler. Türkiye'den kelgan deymiz. Emniyettelikki qarsaňlarlıqı Türkiye qattiq tillaydi Yahudilar, Türkler qattiq tillaydi. Ama qarsaňlar Yahudilar, Türkler amrak. Bu ýaly men köýgen näse endi bu ýaly. Yahudiýe Türkni tillamaydy al. O Türk çok iyi, Türkler iyidir der. Ama bunu kılsan 2000'lerde Osmanlı bular kucak açkan. Hazırkı Türkiye'de mi bulmuş Yahudi şirketler, Yahudiler var o çok. Zaten Türkiye'nin bazı kanallar, bazı arxivlerim deydi ya, Türkiye'nin kurganlığı sabotaj Yahudiler der. Yani şu AK Parti'ye hükümeti mi keyinki mezgilde El Ray'ını kolu keltiriş için münasebetini buzgununu hesap kalmasak Palestin meselesine çıkış kılıp durup Türkiye'ninki İsrail'e bilen münasebeti buradan yaxşı mı? Hazır mı bir buzluk etkeni yok. Hazır mı münasebetler varmış kitvetip amalsız sodun çekledi. Ya kitvetip kimele bu nezle kitvetip ya bir yerini anlavatımız. Neyse onu bizden temimiz demez. Hem de şu neyse neyse o aldı ışıktın yanıp atmaydı ak ışıktın. Ya ben şunu demek istiyorum bizden bazı Uygur kardeşlerimiz bek sekireydi. Hemen halkımızın biliş hakkı var, halkımızın biliş hakkı var hep. Ben mesela şu pek sekirgen özüne halkara münasebet mütehassislerge şunu dep koyğum kelýärdi da. Demek Türkiýede halkının hemen näsini biliş hakkı yok ya yani. Yani pek vakraydı ya halkımız hemen biliş gerek diýdigan. Halkınız bilmesin bulduğun bazı näsler bar yani şunu bilelim demekçi değil mi de. Hem özümüzden gidip gelsek hem de bu devletin kelgen Yahudiler bağlan eken ularninki aç devlette nemeler oldu, lobbycilik faaliyetler oldu. Hem aç devletninki siyasi yollar bilen bağlan ular bu Yahudiler köpüncelik ticaretçi, bay, iktisat nemesi bağlan eken ular herkes aldırıp o devletninki siyasetçilerini yaki nemelerine rencitişini halamaydı. Ama daim kim turib oldu. Kelip ulan münasebetini bozmaslık için şu üzüne tanqitlaganlarga mi jim turib oldi ekan. Ya çünkü onu tanqitlab qo'ysaň nima bolmoqchi urush to'xtamaydi. Götürüşçen devletken bu cihette. Şoňa bu İsrail'nin nemişki bunda açsaňlar İsrail'de marif seviyesi pek yok iken. Ailesinde çokum ballarını okudu diken qaranlar. İsrail'e armiyası dünyadaki en seviyesi yukarı armiya o. Anlaken tekürüş tuklatı qarsaňlar ben takma Yaponiya Amerika'ne Germaniyalarni doktorluk nemesi pek yuqurmiken desem nispeti nupska nispeten nispeti yuqurmiken desem dünya boýunça birinji ýerinde Türkiýe Yahudilerninki doktorluk unwany algan İsrail'e birinji ýerinde Türkiýe. Yani şu sanspirlary nemeni görüp almaýsaňlar yani marip sizinki kutuluşuňyzdaki muhim en muhim amilden bir çıkış ýoly diýen gepde. Bilimdeki insanlar altırap açıklanmaydı ha.
Şoňa bu bölümü manda näsine bizning bu hayajan liderlerimizge okşaş iki toktak waqırap gypla iki toktak waqırap gypla elqalqygan bolmaýdy-ki, ýani garsaňly hiç bolmagan waqyraşdan başga. Bu bölüm şu jem olturgan bilen toktaň diýdi-ki, hem şu paýdy ziyanny daňsap, körüp, ölçep, okugyny işletip, manda bolýan. Ma bizge en paýdaly eken, toktaňyz many gylaýlapsa. Şoň bulalyky özünki münasibetini naýtdy şu özüniň okuganlaryga selip turup taňsaydy eken. Şu el garsaňlymda bek wakagan çakagan besin körenmeýsil bolniki. Kılıdı, lekin mesela karsanlar hazır İsrail'in başımız Netanyahu ya ki Galant bu Erdoğan'a, İran'a, onun bununla toxtamay vaqıraydı. Lekin Xitayga, Rus'a vaqırmaydı. Çünkü nimişka çanlı bayan karala bayan mında bir näse var. Danışıklık dövüş diýen bir näse var. Değişip kaptırıp vuruşur. O Uygurçulaştırmayla. Çünkü silgi ikkiýiz wagyrap goýsa İsrailninki vatandaşymy garap durmaýdy. Saňa wagyrap otur, sen garap tursaň go diýdi. Ama çıkıp ikkiýiz ýakyp goýdy garan. O muýym bagyny garan ikkiýiz ýakyp goýsa emas. Sen wakagynyň berip sen ýaman bolgan ikin kise münasibetinde barsy. Üze näsin? Üzemi sodany. Kılanmaýdy onu. Kılanmaýdy. Şoň ýer olturup belki waqyrap, jaqyrap o diýenki buna garaňlyk naýtdy. Maş otur şerifde ananyky bizdeki ilki marip sevis töwen, okumagan, manda toplumda nemege insanlar iki ýygyz waqyrap goýsalar o bek çoň iş getdi. Bu otur şerifdeki marip sistemisinden maşda bir näsini ködüm ben. Mişädim maşdakky maş otur şerifden keldi. Mesela ben 10 yıl, 15 yıl Beycan okuş ýarynda bir Xitaynyň waqyrap, jaqyrap many sen anaga men diýeni gördüm. Xitaynyň bir gip var. Xitay hazır güçün yetmese oğal bala bolsaň 10 yıl sakla. Belki 10 yıl sakla, 10 yıl oğal bala intikamyny 10 ýyldan kin asym boldy diýen bir wajy. Katýy waqamaýdy. Silgetdi waqamaýdy, jaqamaýdy. Şu Xitaynyň hazırky güçü Otur şerhteki devletleri bulap kalsa İran ya ki Türkiye'de alemde beşiği kiydi bula. Bunda olsa Alimcan bugünkü sohbetimizni bu şeyde ahırlaştıramdık. Kuşup koyduğun ahırlaştırla. Ben hemse şu azrak yığınçaklı etsem şu nimeňini. Yani Cungo İsrail'e münasebeti şu bayan degendek 3 basqyşyny besip ötdi. Isyk soğuk kızık münasebetlerini desibeti var ahiremde. Resmi pişkanayakutulluğa okşap kaldı yani. Pişkanayakutulluq münasibeti okşap kaldı diýle. Biraz halykda şiltip. Hem de hazır şu münasibeti bu halky vay biz koçparanlar gerek onda buzulup gidipatgan bir basqyş emas. Adatda hem şu ýokary basqyş gidipatdy. Jungo İsrail'e münasibeti. Uygur meselesinde bayan degendek Jungo'nun İsrail'den algan tecrübeleri ayty muhim tecrübeler var. Bayan dedik Uygurlar yerlerini setipedi. Ama yadi inek bir çençi veriydi. Bu mesela menetullaydı alacak kaldı. Bizning zeminimizde şu besval diye ama halkarağı kösetken vakitte ben bunun zeminini besvaldım demeydim. Ben bunun zeminini setvaldım deydi. Yani siz zemininizi satqa vaxtınızda avval bunu oyluşun. Zaten setipağallar birazdan kimin tulaş başlaydı. Onun meyle şu bu münasebette menençe Jungo İsrail'e birbirisini resmi rencitdiğin bir derecede emas. Aksine naýtdy yaxşı git bardy. Yakın git bardy. O Netanyahu'nunki maşo İpek yolu bergen bahasını ait ýokary. Hatta ait kızgın karşılıklık mesela İpek yolu projesininki İsrail'den ötüşini, İsrail'deki nurgun yerleri projekt kılışını, Türk kuruluşlarının kılışını davet kılığılık, kollağılık, çünkü iş gücü yartıdı, iş pürüstü yartıdı, pul ekildi, pul çıkırdı digendek nesne. Ama şimdi yığın çakılsak, şu kıska tevde, yani Jungo İsrail münasebeti iki xil nemini özüge mücessemlegen, birisi taňpyňlyk siýasatyny işga aşygan.
rayon xarakterlik tangpunluq siyasetini ishga oshirgan. İkincisi de ilipbe, yani bir-birisimizni tamamlaylı. Sen de yok ne men berey, men de yok ne sen be dep başta bir ilipbe münasebeti var. Şu iki münasebet hazırgı devam qıladı. Hazırgı devam qıladı. Bu ikisindeki münasebeti baştaq. Rahmat. Hörmətli görürmənlərimiz, bugünkü söhbətimiz bu şeydə axırlaşdı. Kilaki söhbətimizdə görüşəyli. Alimcan, köp rəhmət vaxt çıxırıb qimmatlik bilimlərini biz bilan ortaqlaşqanlar üçün. Sizlarga rahmat, ko'rurman do'stlarim rahmat, vaqtini chiqib bizni anglag'anlik uchun. O'sha keyingi son bo'lib qolsa, keyingi sonni ko'rishamiz. Keyingi son bormi yo?